oiladagi baxt erkagiga bog'liq. Nima sababdan? Erkak kishi ayoliga munosabat qilayotganda, agressiyada, jahldorlikda, mehr bermasdan yashasa, u ayol o'sha baxtsizlikni his qilishni boshlaydi va bora-bora u ayolda agressiyani, nafratni, g'azabni kashf qiladi va u ayolni ichidan boshqa ayol yaraladi. Erkaklarga maslahatim, agressiya bilan nafrat, g'azab, jahldorlikni o'rniga mehrni, sevgini, ikki og'iz shirin so'zni va baxtni his qildirib bersa, ana o'shanda u aks ettirib ayoli undan ham zo'r chiroyli sevgini ko'rsatishni boshlaydi, kashf qilishni boshlaydi. Shirin so'zni o'zi yetarli. Aytaman-ku, mana shu e'tibor yetishmovchiligi juda kuchli. E'tibor, mehr, sevgi yetishmasligidan ayollar noto'g'ri ishlar qilib qo'yadi, gunohlarini ko'paytirib qo'yadi, yomon munosabatlar kelib chiqyapti va ajrimlar ko'payib ketadi.